o'sha sen sevgan lolalar senla meni uchrashtirgan chiroyli qizil lolalar. Assalomu alaykum azizlar, mana jamoamiz bilan bugun yig'ilgan edik inshaalloh. Mana 12 ta viloyatdan hamma mehmonlarimiz kelgan. Boringlarga shukr hammanglarga. Rahmat. Sizlarni hammaga shukr. Shu gruppaga odam yig'gan Muzaffar aka alohida sizga katta rahmat. Inshaalloh boringlarga shukr, rahmat. To'plagan Mastura xolamga katta rahmat. Uzoqdan yaqindan kelgan mana Ulujon xolam, Inobat xolam, Aziza xolam, yosh katta kichiklar hammalaringga rahmat. Shunchalik yig'ilish oson emas. Kelganlarga ham rahmat. Joni sog'. Muzaffarning melonasi tugamayapti, bizani tugab ketdi. Assalomu alaykum. Qandaylar xushkepsizlar? Assalomu alaykum. Assalom. Sizlar yaxshimisizlar? Xushkepsizlar hammalar. Ko'rganimdan xursandman, yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Hammalar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Telegramda, YouTube'da ko'rishardik mana inshaalloh. Shu kunga kelganiga shukr deymiz. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Adashxon apa. Sizmi deysiz? Siz o'shami? İnşallah. Turaysa tursin, hamma bir qator turaysa o'zini tanishtirsin. Masturabamga rahmat inshaalloh. Ha, rahmat, ko'p yashasizlar. Ha, yaxshi Allohga shukr. Voy bu. Varnaxon sotdi deb ana qilavering. Bular Shahnoza shoh deb yozadi. Hammalar inshaalloh. Bugundan boshlab farishtaginam dedilar-ku. Katta beki bor. Mahliyo. Endi jolik uchalasiz. Yaxshi. Bular mana opam basharadi, bular ham shu. Yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Shukr yo'q. Harakatlarda Shuncha odamni ko'rib, diydorlash. yaxshi. Hammalarga rahmat. Bizga mana ko'rsatmasa inshaalloh. Qo'yinglarding. Qo'shildi jamoaga. Hammalar shukr deymiz endi. Boringlarga shukr. Bo'yicha tushunchaga ega bo'ldinglar, mana tekislab turib, chuqur qilmasdan, yerni o'zini ustiga holati bo'yicha solib turib, ishlov berishimiz kerak. Keyin ana shu 5 marta, 6 marta sug'oriladi. Yana qayta o'yiladi ana shu yerda. Kuzgacha yer ana shu ekish paytigacha yer tayyor bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi mana? Keyin yana piyongullarda Gulchilik bo'yicha birinchi kurs. yana bitta ma'lumotni aytib qo'yamiz. Bir yil juda ham yaxshi hosil beradi. Masalan, bitta piyongulimizda 15 ta bersa, keyingi yilga 8 ta, 5 tagacha tushib ketadi. Bu yilda ana shu piyongulimiz dam oladi. Mana shu yilda yaxshilab qarash kerak. Kam bergan yili yaxshilab qaralsa, keyingi yilga yanada ko'payadi. Meniki Dam olish bo'ladi. Yo 3 yilda, yo 2 yilda shunaqa bo'ladi piyongul. Buni xavotirga tushish kerak emas. 5 yilda ochilmayapti deb butun bu qotqot kichkina bundoq bo'lib qotqotyapti. Ochilmayapti 2 yildan beri. Yo, u boshqa narsa u. Ketma-ket ochilmasa, u boshqa narsa. U oziqqa yetishmagan bo'lishi mumkin yoki bir qanaqadir joyini o'zgartirish kerak. Bu narsalar bu yil U ketma-ket agar 2-3 yil agar ochilib turgan piyongul ochilmasa, unga oziqqa yetishmaydi. Mana Karim aka urug' tarqatyapti, piyonni urug'ini, derevovidniy. Ana. Xitoydan kelgan urug'. Hammaga sovg'a qilyapti, buni tarqatyapti. Piyon bo'lsa piyonni
Soylo gruppasi a'zolari, yangi qo'shilganlar bu Bo'stonliqdagi Muzaffar akani gruppasi. Bu kelgan mehmonlar 12 ta viloyatdan yig'ilganlar. Shu Soylo gruppasida bir-birimizga yozishib, gul tarqatib, opa-singil bo'lib, inoqlashib ketganmiz. Kimdir aka, kimdir opa, kimdir uka bo'lgan. Mana hozir master klass tugab, hamma tanaffusda fotosessiya boshlangan. Soylo gruppasi a'zolari, mana Muzaffar aka, adminimiz kelgan. Mana Xorazmdan opalar. Mana Jizzaxdan Abduhoshim aka, Toshkentdan Bahodirjon. Mana bu yoqlar Andijon va Toshkentdan mehmonlar. Mana. Mana. Prezidentiyam Aziza xola shu ayol bo'lar ekanlar. Xrizantema desangiz tanishadi. Aziza xola desangiz. Ha, o'sha Aziza xola desa qaysi deyapsiz? Xrizantema. Shu. Hurmatli gruppadagilar, shuni sizlarga bir ayon qilib qo'yay. Mana shu yerda 23 ta odam to'plandik gruppadan, Soylo gruppasidagilar. Rizqi qo'shilgan keldi, lekin men shunga hayron qolganim, hech kim begona emasdek-da. Xuddi opa-singlimiz bilan qanaqa qilib ko'rishgan bo'lsak, shunaqa qilib ko'rishib, bir-birimizni tanib o'tiribmiz. Bitta dasturxon ustida ovqatlandik. Mana Mastura xolamga rahmat, rosa urinib, berinib mehmon kutibdi. Mana hozir hamma tanaffusga chiqqan. Master klass vaqtinchalik tugatdi. Mana juda ham chiroyli uchrashuv bo'ldi bu. Mana bir-birimizni tanimagan 12 ta viloyatdan kelgan insonlar. Men bir narsaga amin bo'ldim. Hali aytadi-yu, jannat onalar oyog'i ostida deb. Haqiqatda biz o'zimiz jannatni biz onalar yaratar ekanmiz. Men Mastura xolamdan shuni bildim. Mana ishonasizlarmi? Polisida yo'q gulni o'zi yo'q ekan. Yara bo'lib qoladi. Gruppadagilar. Mastura xola biz uchun motivatsiya ekan. Nihoyatda o'rgansak bo'lar ekan. Yo'q gulni o'zi yo'q. Mana shu 20 sotix joyda mana biz bilmagan, ko'rmagan gullar bor ekan. Tan joylar sog' bo'lsin Mastura xola. Mana ayvalari ochilib tugatdi. Mana hammani ko'zini kuydirgan shu spreya bo'ldi. Spreyani oldida rasmga tushmagan odam qolmadi. Azizlar, shuning bilan mana shu tadbirimizni shu yerda yakunlaymiz. Mana shu tadbirni uyushtirgan Masturaxon opamiz, shu yerda xizmat qilgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana mana shu vaqtlarni ayamay mana shu tadbirga kelgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi tadbirlarda ko'rishguncha xayr. Hammanglar sog' salomat bo'linglar, uylar gulga, cho'ntaginglar pulga to'lib yursin. Rahmat, sog' bo'linglar. Hamma asalar shu yerda bo'ladi. Bir-birini chiqaylar. Daraxtga ham shunaqa qilsa bo'ladi. Gullagan paytda shirin suv bilan haliga Yana bitta informatsiya, mana piyonoviy lolalarimiz kamroq ekan buni. Va o'zi bultur ham ekkanmiz, o'zoyinlar ham ekkanmiz. Ko'payishi sal kamroq ekan buni. Piyonoviy lolalarimizni ko'payishi kamroq ekan.